Assalomu alaykum. Qo'y qo'zi, qo'chqor ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mana bunaqangi toza zotli qo'ylar ishqibozlari akalar. Navbatdagi ona bola qo'yimiz go'zalidan yetib kelgan akalar. Yosh. Bolasi ham o'ta qilich go'zalidan yetib kelgan akalar. Bolani qarang, bolani. Qo'chqorcha toza arakandan qo'shqanaga akalar. Yana bunuslarni qarang, mana oldilari, yenglari, tuyoqlarni qarang akalar. Go'zal qo'zini qarang. Bola 6 kunlik bo'ldi akalar shu bugun. O mana kindiklari ham tushmagan qo'zini. 6 kunlik qo'zichoq, onasi 4 dan 6 ga o'tgan, ikkinchi bolasi asha. Hop, mana ichini ko'rsatib qo'yamiz. Mana akalar. To'da boshqatdan ko'rmayman. Go'zal. Ikkinchi bola, bo'ylari 80 pilis. 85 ham pilis bo'lishi kerak. Men 3 metrimiz yo'q. O'lchab ham qo'yamiz xudo xolasa. So'raganlarga o'lchab ham berilaveradi akalar. Kami 85 qo'ydi bo'yi. Xudo xolasa suyagi ham o'ta yirik variantdan akalar. Bolaga ham ishqoz bo'laveradigan qo'rqmay akalar. 6 kunlik qo'zichoq. O'ta klasni. Ona ham mana o'zi tulab, tepasida ozgina juni eski junidan qo'ygan. Mana bular buni o'zi tulaydigan toza narsadan akalar. Ko'kish qo'zlariga o'ta go'zal. Qo'chqorni ham qo'rqmay, o'ylanmasdan akalar, uydan keyinga qo'yga qo'shsangiz bo'laveradi bemalol mana. Qani ko'ryapsizmi? Tikka. Oyoq qo'li вообще stakan. Oldini qarang. Yurgizib bor mana qiyin. Mana biz tushganni ham ko'raylik. Mana akalar. Qo'y o'ta yirik variantdan akalar, xudo xolasa. Olib chiroyli baraka topadigan go'zalidan akalar, xudo xolasa. Xudo xolasa akalar aloqa chiqaverasizlar. Hop. Bularda akalar narxini kelishamiz, xudo xolasa aloqa chiqaverasizlar. Endi bunaqa narsani o'zlaringiz bilasizlar.